Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大起犯罪，是下世纪。Oğlunu qandoq tushirishni bilmayman. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizga uxlash yigit keldi. Müşk yigitning esil o'yini. Maktabning musiqa konserti qoldiryapman. Men sahnaga chiqib isqirib chalaman. Qoltisqu, men dumboq chalaman. Ama senchi qanna? Ana yaxshisi tezroq qaror qil. Biz atal sahnada ko'pchilik o'yin qo'yib beramiz. Sana nima bo'ldi? Hech nima. Noyat shu sahnaga chiqib nurg'un odamga yuzilinadigan ishkan-ku. Meningcha chataq yo'q. Agar men bundan nima qansiraysan? Sen hech kimdan qo'rqmaydigan tursan? Albatta shundoq. Biroq butun sinfdagilarning oldida o'yin qo'yishdan boshqa. Ko'pchilik chalg'ularni tanlab bo'ldinglarmi? Texi o'zinglarga maskagidekini tanlamagan bo'lsanglar, hozir berib tanlab olinglar. Chalg'ularning hech qaysi yo'q-ku. Bu oyoq uzdirib qaramoqqa niqoblanuvchilarnikidek turadi. Qarasam niqoblanuvchilarnikiga o'xshamaydi ekan. Bu izbek yo'g'an ekan. Qaraganda konsertni amaldan qoldirsak bo'g'dak. Biroq jazm qilamanki chalg'ularni qaytarib kelgili bo'ladi. Hozir chalg'ularning hammasi yo'qolib ketdi, biz sababini aniqlab ularni tepkilaylik. Shundoq, to'g'ri dedim. Uxlash kerak azmatlar. Otlanaylik. Sal kirib kechiga qutulib dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa men ish yapaman qiz. Gari bo'lsa men patlıcık balvan. Konno bo'lsa men müşk yigit. Biz uxlash kelganmiz. Yiliqi, men aytgandek bu oyoq izlari niqoblanuvchilarnikiga o'xshamaydi ekan. Mushuk yoki chashqonning oyoq izi bo'lishi mumkin. Qara, sen sahnaga chiqib o'yin qo'yishni boshlaganda pastda tomoshabinlar borligini unutib qolasan. Buni talashmaydi, qitimizda davomli bu qitobga vazifaga to'g'rilaydi. Ma'qul, biz menam bir ikkita aeroplanni qoldiraylik. Nima ovoz? Ovoz Tinakat maydon tarafdan kelyapti. Men eng qaddas moda naqshchi, moda naqshchi. Niqoblanguchi, men eng qaddas moda naqshchi. Sen niqoblanguchi? Mestonlarim kelibdi. Chalg'ularimizni darhol qaytirib ber. Yo'q, dog'liq moda naqshchining hammasi musiqa atritiga muhtoj. Har qanday musiqa atritiga bir necha chalg'u lozim bo'ladi. Moda naqshchi emas. Nima? Pek edepsizkensen. Niqoblanuvchilar, muzikchilar. Moda naqshchi. Men degan eng qaddas moda naqshchi. Moda naqshchi. Anlaysizlar, mening yiqimliq ovozimning mana shunday hamma narsani yer o'tkidek ta'sir kuchi bor. Kim bu buningda sharaflisin? Men, bu hamoqat abdaxlar. Bu mening tarixdagi eng qaddas naqshchi ekanligimni isbotlamda. Muzeyda o'tkazilgan cho'titki naqshchilikni to'xtanglar, juma. Men bilan menga niqoblanuvchilar. Moda naqshchi. Biz cho'qimoni to'sishimiz kerak bo'lmasa ham ish buziladi. Agar undaq bo'lsa bizning aytib chog'ida cholg'imiz yo'q degan gap. Biz darhol muzeyga boraylik. Niqoblanguchi. Tankashning ovozi unlik bo'lib ketmisin. Bo'lmasa mening naqsham anglanmay qoladi. Men eng qaddas moda naqshchi. Tunda niqoblangan naqshchi. To'xtanglar. Sahnadagi cholpon sizlar emas, balki men. Orqanglarga yininglar. Jani ininglar. Yana ozroq.
Mükemmel bo'ldi. Yaxshi, endi men qayerda tursam bo'la? 1 2 3 4. Oo, men eng qoldisini oqishdi. Niqaplangıcı. Boşun kömürtüğün qarallar. Mozuyunun to'g'risi aynakda yasalgan. Ulan naqsini aytib to'g'risi chiqilib ketdi. Tunda niqaplangıcımızı getirtib olmasa naqshi aytamayman dedi. Şoňa biz amal qilib av çalgılarını ilib olaylı. Men ko'pchilikning oldida musiqa chalishni faqat xohlamayman. Lekin men yana ularni qaytarib olishim kerak. Lekin mening bir amalim bor. Hozir u niqoblanguvchilarni kayni tarafdan chekindirib yetayli. Men bir sakrabla ularni to'rg'a solib olay. Atmışıq balon ko'rish tayyorsin qalaymi qaqsini men qanotga qisib kirib çalgılarını ep ketay. Konsert ötküzüşimizni hech kim to'sib qolamaydi. Konsert ötküzüş? Şigim. Şigit ehtiyat qil. Dəricdən taşqırı küçlük qol. Tunda niqablangan bir naqshchi. So'ng chechilib ketadigan bo'ldi. Polvonning tangdasiz yushirdi shuniri. To'xtab qoldi. Bu yoqqa kelgan niqablanguvchilar biz boshqa yerga berib naqsha aytaylik. Nim buldum ki tam konsertning ishini o'ylasamla, nurim ixtiyorsiz titrab ketyapti. Hech nima bo'lmaydi Shigit. Biroq biz chuqur çalgılarını qaytarib kelishimiz kerak. Konsertning sizlar uchun muhimligini bilaman. Men yana bir amal topdim. Oldi bilan biz uning mastanlarining qiyofatiga kirib olib, uni maqtab uchirib, diqqatini chechaylik. Moda naqshchi. Men eng qoldis naqshchi. Musiqa tartibining tankishini og'lig'ini bosib oldi. O'zinglarni ko'rsatmanglar dodiman. Bek qoldis kelsan tunda niqoblanguvchi. Ovozing bek yaqinliqkan. Tunishqili uzun bo'ldi. Mening qanday qoldisligimni oxir bilibsan-da. Sening asabiy mastanlaring. Bilamsan, men faqat naqshchilar emas, men usulni pek yaxshi o'ynayman. Qara, unda qila olayman. Men shuni arzu qilamanki konsertda. Konsert. Mening yoshirni shunirimni sening oshkorlab qo'yganingni ko'rmamdigan. Nima? Xato tushunib qolma. Patmuchiq polvonimiz seni qo'llaydi. Yaxshi. Mendek naqshchilarning o'yiniga sizlardek usulchilar lozim. Buning o'yinimga yordam tegadi. Moda naqshchi. Moda naqshchi. Ular nega ketgandi? Chapsan buninglar niqoblanguvchilar, biz boshqa yerda sinab boqaylik. Endi yaxshi bo'ldi. Kechiringlar. Men burun qo'rqib boqmagan. Biroq konsertda musiqa chaldig'inimni o'ylasamla qo'rqib ketyapman. Bu adida ensirmay hozirni o'ylag'in. Konsertdan umid qolmadi. To'xtanglar. Mening bir amalim bor. Buni kim uchun tayyorlagandi? Men hozir o'yinimni boshlayman. Yaxshi, men arg'amchini chalg'ularga to'g'ri bog'layman. Mushkapalaq qiz uchib kelib, arg'amchining yana bir uchini senga bersin. Amal bo'ladi ekan. Men darijadan tashqari mag'ni taqsirni shiltib ulan tatib olay. Moda naqshchi. Men eng qoddis moda naqshchi. Uning o'zini moda naqshchi deb qaraydiganligiga ishongim kelmaydi. Biz atibga ham qoddis konsertni o'tkazamiz. Biz sahnaga chiqamiz. Çalgılarning hammasining bog'liqligiga jazm qila olamsan? Shunda qo'dayman. Hammasi men patmuchiq polvon oqirib beray. Tinishni nima? Vaqtni isrof qilmanglar. Mening o'yinimni mukammal oxirlashtiradigan vaqt bo'ldi. Nima xijilman. Xiyolim atidagi konsertning ishiga ketibdi. Shunga boya arg'amchini xato chigib qo'yibdiman. Moda naqshchi. Agar u naqshini yutib olsa, aynak to'g'risini chiqib yana shahardagi barliq tajizlarmi bu? U bundan faxrlanib, hargizmi to'xtab qolmaydi. Endi ko'pchilikning oldida musiqa chalishdan ansirmayman. Men bir xil chalg'uni tanlayman. Flashkinlik azmatlar o'tirg'i chiqdi. Darijadan tashqari ushqirmishit.
Ау, немешқа həmənlə mənə qaraysızlar? Hey, bu tuyğu unca načar emaskan bu. Ha, sizlar kendi nima qilyapsizlar? Bu nima quduq niqoblang'uchilar? Muzika aytirib bo'lmasa, men naqshchi bo'lolmayman, tez qaytib kelinglar. Biz hozir o'yin qo'yapmiz, niqoblang'uchilar. Moda naqshchi. Bo'ldi bas. Bilamsizlar, ko'pchilikning oldida o'yin qo'yishmi hech qancha emaskan. Amaliyotda ben qiziqarliq. Buning uchun sizlarni badal to'latkizib Biz uxlashga kerakmaslar. Birga tantan qilaylik. Har bir tilda kechlar qizimiz dunyoga. Qaltis bo'ldi. Men kunlarda faxrlanyapman. O ko'pchilikni oldida muzika chilayotganda nozir yeyapti. Shundoq, hozir uni o'zim to'xtamaslikdan so'rayapman.